Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugungi darsimiz ijobiylik haqida bo'lgan. Ijobiylik atrofimizdagi reallik bilan moslashish. Kerak bo'lsa, uni foydali tarafga o'zgartirish uchun chin qalbini keladigan qizg'inlik va ishonch deganlik bo'ldi. Nazarimizni shaylarning va insonlarning yaxshi taraflariga markazlashtirishmi ijobiylikqa yotadi. Hayotga ijobiy mavqeda bo'lish, atrofimizdagi kishilarga va narsalarga ijobiy nazar bilan qarash bizni ko'plagan krizislardan saqlaydi va xushalligimizni oshiradi. Ijobiy bo'lish boshqalarni o'ziga jalb qiladigan va ularga ta'sir ko'rsatadigan sehrli bir ish. İnsan her işte ijobiy bo'lsa, hayotlikning hamma sohasida muvaffaqiyat qozonish nisbati yuqori bo'ladi. Qur'on Karimda o'z vaqtidagi sahrolik arablarning Allah Taala yo'lida pul mol sarf qilishdagi mavqasi mundaq bayon qilingan. Ve minel a'rabi men yettehizu ma yunfiqu maghraban ve yeterabbasu bikumud dawaira aleyhim dairatus sav vallahu semin alim. Ve minel a'rabi men yu'minu billahi vel yevmil ahir ve yettehizu ma yunfiqu qurbatin indallahi ve salavatur rasul ala innaha qurbatun lahum sayedkhuluhumullahu fi rahmeti innallaha gafurur rahim. Sahrolik arablardan ba'zilari Allah yolda bergen nerslerini silik hesaplaydı. Yani baş hesaplaydı. Sizlerning beşinglarga hadislarning kelishini kutudi. Ular kutgan yomon hadislar ularning o'zlariga kelsin. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Sahrolik arablarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etdi. Allah yolda bergen narsalarni Allah'a yakın buluşning ve peygamberning duasına erişishning vasitasi qiladi. Bilinglar ki, ular bu orqali rostilla Allah'a yakın bo'ladi. Allah ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizadi. Shaksiz ki Allah nihoyat mag'firat qilguchidir, tunumi mehribondir. Yuqorqi ikki firqa her ikkilisi Allah yo'lida pul mol sarf qilgan bo'lsa-mu, avvalqilar Allah Taalaga ve ahiret günüge işenmegenlik için savabını ümit kılmagan. Şuna bergen nerslerini selik dep qargan. Keyinkiler bolsa Allah Taalaga ve ahiret günüge iman etkan müminler bolganlıktan ular Allah yolda bergenlerini Allah Taalaga yakınlık hasıl kılış, andın Allah Taala'nın cennetiga müyesser buluş niyeti bilen bergen. Şuna özlerinin Allah yolda pul mal sarf qilganligini ibodat deb qargan. İş o'xshash, ammo niyat o'xshash bo'lmaganligi uchun natija o'xshash bo'lmagan. Har ikkilisi pul bergan. Bu qaysi vaqt desa, Madina islom davlatini qo'g'dash uchun mushriklar, yahudilar, musulmonlar ayndaq bir 52 moddalik bir kelishim tuzgan. Sirtqi dushmanga tang qarshi turamiz deb. Şu sirtqi dushman hujum qilib kelganda musulmonlar har bir girajdan Madinani qo'g'dash uchun o'zininki kuchiga loyiq, ya'ni pul chiqarish, qo'lidan kelganda chiqarishga shunda majbur bo'lgan. Shunda qilishga to'g'ri kelgan. Anda bo'lganki shu chaqda shu Allohga ishonmaydigan munofiqlar, yahudilar buni endi baj hisobida endi savobni kutmaymiz, endi baj hisobida majburlikdan birimiz deb bergan. Ammo mu'minlar bu vatanimizni qo'g'dash uchun Allohning amri, Rasulullohning buyrug'i bo'lganligi uchun savob kutib birimiz deb bergan. Bergan pul o'xshash, pul mol o'xshash, ammo niyat o'xshash emas. Shuning uchun birsiniki amal ibodati qabul bo'lgan, birsilarininki qabul bo'lmagan. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir sahrolik arabning kesilini yo'qlab berib, uningga hech vaqasi yo'q, Alloh xolisa saqayib qolasiz dedi. Buni anglagan hilqi sahrolik arab, "Sen meni saqiydi deb atamsa?" "Yo'q. Bu chekiga yetgan qizitma. Menda qari odamni qabriga elib boradigan kasal bu" dedi. Shundan ben Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga "Shundoq bo'lgan emasa" deb chiqib ketdi. Uzun qamay hilqi adam ölüdü. Demek Allah Taala bu adamga o'zining qanday qarashda bo'lganligiga qarab muomala qilgan. Agar bu odam
Allah Taala'nın şifalık bir işini ümit qilib, ijobiy bo'lgan bo'lsa, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning shifo tepishiga duo qilgan bo'lar edi. Shuning bilan uningga Alloh Taolo shifoliq berishi mumkindi. Hikoya qilishicha, yangidan turmushga chiqqan bir kelin qaynonasi bilan qat'iy aplasholmabdi-da. Qaynonasining talablari va amr farmonlarini o'rindashdan bak zerikibdi. Bir kuni qaynonasidan qutulish niyati kelibdi-da. Mahalladagi bir hakimning yoniga berib, uningdan qaynonasini o'ldirish uchun zahar hozirlab berishini so'rabdi. Hakim kelinning dardini anglab bo'lgandan keyin uningga: "Bo'ladi, men hozirlab beray, ammo zaharning ta'sir qilishi uchun mening ko'rsatganim bo'yicha ish qilishingiz shart" debdi. Kelin hakimning shartini qabul qilganligini bildiribdi. Shuning bilan hakim uningga bir shisha suyuqlik berib, har kuni qaynonasining tomog'iga bir tomchidan qo'shib berishini, qaynonasiga nihoyat mehribon va kuyimchan bo'lib, uning talab qilganlarini xush chiroy bilan joyida o'rindashni, 3 oy mushundoq savirchanlik bilan ish ko'rishini talab qildi. Kelin hakimning degini bo'yicha intayin keng qo'rsoq bo'lib, qaynonasiga tamomiy mehribonligini ko'rsatdi. 3 oyga qolmay qaynonaning kelinga bo'lgan mavqesi tamamen %100 o'zgarib ketibdi. Uni o'z qiziga o'xshashla ko'rdigan va uni yaxshi ko'rdigan va uningga nihoyat kuyunadigan bir kuyimchan onaga aylanibdi. Kelin bu o'zgarishdan keyin qaynonasini rostilla yaxshi ko'rib qolibdi. Uning o'lib ketishiga qat'iy rozi bo'lmabdi. Ondan haliqi hakimning yoniga oldirib berib, uningga: "Hozirgacha men qaynonamga bergan zaharning ta'sirini yo'qotadigan va uning hayotini saqlab qoladigan dori bergan bo'lsangiz-kan. Chunki men qaynonamni bek yaxshi ko'raman, u o'lib ketmasa ekan" debdi. Hakim kulib ketib: "Qizim, men sizga bergan suyuqlikda zahar yo'q edi. Zahar faqatla sizning kallingizda va qaynonangizga qilgan muomalangizda edi. Siz uni sevgi muhabbatning suyu bilan yuvayotgandan keyin sizda ya qaynonangizda zahardan hech qanday asar qolmadi. U quruq suv edi" debdi. Demak, bizning dunyoga va atrofimizdagi shaylarga qarata ko'z qarashimiz bizning saodatimizni yoki baxtsizligimizni belgilab qo'ydi. Bizning ijobiy ko'z qarashimiz hayotdagi vazifamizni ado qilishimiz uchun yurakimizda qizg'inlik gulxanlarni yandırdı. Ətigəndə ümidvarlıq və icabiylik bilan işlərimizni Allah Taalaga tapşırıb tirikçilik yoluga qadam basqınımızda şu kunlik muvaffaqiyatning yermini hosil qilib bo'lgan bo'lamiz. Hayot hamisha ko'ngillik bo'lmaydi. Ba'zida ko'ngilsizliklar va krizislarga duch keladi. Ammo olimlarning yakunlashicha baxtsizligimizning %10%ga hodisalar sabab bo'lsa, 90%ga bizning hodisalarga, voqealiklarga qarata ko'z qarashimiz sabab bo'ladi ekan. Agar bizning qiyinchiliklar va krizislar oldidagi ko'z qarashimiz ijobiy bo'lsa, nervimizni chechilishdan, tan saqligimizni va saodatimizni buzilishdan saqlab qola olamiz. Masalan, beshimizga kelgan kelishmaslikka urib ketmasdan, buningdanmi cho'ng xafalık kelgan bo'lsa qanday qilar edim deganni o'ylash bizning nervimizni tinchlantirdi. Baloga sabr qilish, ne'matga shukr qilish engimizni oshirdi. Bu zamanda her bir insonning qiladigan eng muhim ishi tuyuqsiz yuz beradigan salbiy hodisalarga darhol ijobiy muomala qilish va ijobiy pozitsiyada bo'lish mahoratini o'stirish. Turklarda elini taşning altına qo'ymoq degan bir ta'bir bor. Buni ular qiyinchilikdan dardlanishning o'rniga uni hal qilishning chorasini qilish zarurligi haqida aytadi. O'tgan zamonda bir podshoh xalqini sinash uchun yo'g'on bir qo'ram toshni odamlar ko'p o'tadigan bir yo'lning o'ttirisiga qo'ydirib, uningga yaqin daraxtning keynida nazoratchilarni o'rinlashtirib qo'ygan ekan. Şu shaharning mashhur boylaridan biri haliqi yo'ldan o'tib ketib, bu toshni ko'ribdi va buni yo'l o'ttirisiga qandoq noahli qo'ygandi ha deb tillab qo'yib o'tib ketibdi.
Andın binakarlıqda işleydigan adamlar ötüptü yoldan. Ular ötüp etip, qandaq qamlaşmagan işti bu dep g'o'dirab ötüp ketipti. Andın yana bir qancha yosh balla yoldan ötüp ketip etip, bu qandaq qilg'inidi yo'lning o'tirishga tashlab qolib deb achchiqlanib ketibdi. Andın bir dehqon kelib, gap qilmay toshni o'rnidan elib etishga tirishibdi. Ammo kuchi yetmagachga yo'ldan o'tganlardan yordam so'rab toshni yo'tkib etibdi. Toshning ostiga qarasa, bir sanduq turg'udakmish. Dehqon sanduqni ochib ko'rsa, ichida bir parcha bir qancha tilla oltin bilan bir parcha xat chiqibdi. Xatda podshohdan bu toshni yo'ldan elib etgan azimatga salom. Bu har qanday bir mushkulni dardlanishning o'rniga hal qilishga tirishgan har bir ijobiy insonga berilgan mukofotdir deb yozilgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iymonni bayon qilib, iymon 70 necha shoxchi bo'lib, yuqorisi Allohdan boshqa iloh yo'qdir, ya'ni la ilaha illalloh degan shahodat kalimasi tüyini yo'ldagi aziyatni elib etishdir deb ko'rsatgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisda yo'lda kishilarga taqishadigan narsalarni elib etishdek oddiy bir ijobiylikni iymonning qatoriga sanagan. Allah Taala'nın ijobiy kishilarga beradigan mukofotini dunyoning bir qancha tilla oltiniga qiyos qilib bo'lmaydi. Uni bandaning tasavvur qila olishi mumkin emas. Chunki bandadan keladigan oddiy bir ijobiylik Allah Taala'nın nazarida hargiz oddiy emas. Allah Taala'nın dargohidagi mukofotlar dunyoning mukofotlaridan albatta kattadir. Va ma indallohi xayru va abqa. Allah'ın dargahideki mukafat hammadan yaxshidir ve mangulikdir deydi bir oyatda. Allah Taala bandaning go'zal niyatiga va esil xislatiga qarab mukofot berdi. Ishning cho'ng kichikligi muhim emas. Muhim bo'lgani ijobiy bo'lishdir. Yuqorqi hadisdan yana dinning g'oyasi Allah Taolaga iymon etish bilan mahluqotga yaxshilik qilishga markazlashganligini tushunib olish qiyin emas. Hayatımızda nurg'unlagan krizislarga uchrab turamiz. Agar biz dardlanishning o'rniga ijobiy ish qilish yo'lini tutsak, bu mushkullarning nurg'unlarini nihoyat o'ng'ayla hal qilib keta olamiz. Nurg'un ishlarni ko'zimizda cho'ngaytib etamiz. Ondan o'zimizni rastilla cho'ng mushkuliga yo'liqqandek o'ylab dardlanib ketamiz. Agar ijobiy bo'lib, har ishning yaxshi tarafini o'ylab ish ko'rsak, biz nurg'unlagan yuklarimizni yengillatalaymiz ve nervimizni tinchlantirib qala olamiz. Allah hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin ve ijobiy insonlardan qilsin.